Anime Land Uz kanali taqdim etadi. Yolg'izlikda daraja ko'tarish 127-bob. Esil urug'idan bo'lgan Ricardo, Peytot, Lokan, Ingers va hatto Radis. Uni tezroq davolanglar. Himoyani kuchaytiring va jarohatlanganlarni tezroq bu yerdan olib ketinglar. Miyonchol, biz seni davolaymiz. Faqat biroz chida. Dushmanlar hujum qilyapti. Kim meni qo'g'irchoqlarimga qarshi tura olsa, men unga qirol bo'lib tug'ilish imkoniyatini beraman. Agar albatta bundan tirik chiqa olsanglar, chekining. Qolgan haykallar bilan shug'ullaning. U men o'ylaganimdan baquvvatroq ekan. Ularda odatiy himoya emas, shuning uchun diqqatliroq bo'ling. Ularga hatto sehr ta'sir qilmayapti. Nahotki ular bunga chidamli? Janob Chxavi, provokatsiya ta'sir qilmayapti. Sehr bilan ham xuddi shunday. Ular hatto millimetr ham jilmaydi. Jinursin, nahotki ularni yengishni yo'li bo'lmasa? Balki o'qishidadir. Ha, muhim emas. Hozir eng muhimi uni uyg'otish. Bizning so'nggi imkonimiz. Sen qanaq qilib qirolni uyqusini buzishga jur'at etyapsan? O'chi chiqa, biz uni ushlab turamiz. O'chi sonni uyg'oting. Tushundim. G'aroyib. Ularni ko'pchiligi o'lgan. Lekin hali ham qo'shinni topshirishda davom etyapti. Ularni o'rnida men allaqachon ma'namni tugatgan bo'lardim. Va bu kuchni chek-chegarasi yo'q. Bir paytlar brigadaning qarama-qarshi tomonlarida bo'lgan bu dunyoga kelgan mahluqlar endi umumiy dushmani bo'lgan soya askarlarga qarshi kurashishadi. Agar faqat mahluqlar va kumush askarlar o'rtasidagi jang bo'lganda, oxirida albatta soyali askarlar bilan urushishga to'g'ri kelardi. Xo'sh, soyali askarlar mahluqlarga qarshi kurashyaptimi? Demak, ichki ziddiyatlar bo'lganmi? Va nihoyat, biz bu jangga nuqta qo'ya oldik. Nimaga meni sotding? Essiz, achinaman. Men esa seni o'ldirmoqchi edim. Men nimaga deb so'radim? Bu qarash nahotki iblislar qiroli Baran? Lekin u bu yerda nima qilyapti?